Timur aka nima qilyapsiz aka? Salafon uryapsizmi? Oddiy salafon? Aksiya-ku. Yo, aksiya bo'lsa ham aka, bu salafon deb kelishmagandik-ku biza. Yo'q. Ha, akalar. Kia K8 mashinasini qabul qilgandik. Haqiqiy salafon urilgan ekan, ko'ryapsizmi? Mana salafon. Shilt tashladik. Plyonkani sarg'ayib ketganini ko'ryapsizlarmi? Rangi tusini o'zgarib ketilganini. Bu salafonni nima uchun tortilgan? Sababi plyonkani shilgandik, tagida kilelarni qolib ketganini qarang. Kia K8 ga ham shunaqangi sifatsiz, arzon plyonka ham urib bo'ladimi, ha? Qarang. Egalari bilmaganda, xullas, akalar polirovka qilib, uchital polirovkalarni qilib, keramikalarni surtib beramiz. Orqa bagajni qarang. Bagaj chizilib ketgan ko'ryapsizmi? Ideal qilamiz mana shu toychog'imizni chiroyli qilib yaltillatib, ustidan keramikalarni qilib beramiz. Plyonkamizni ham xudo xolasa garantiya beramiz. Bunaqa sarg'ayib ketmaydigan plyonklar tortib beramiz. Klilar ko'ryapsizlarmi? Aytgancha bu mashinamiz aksiya bo'yicha qabul qilganmiz. Polirovka keramika bron, lekin bu plyonka mana shilish ichiga kirmaydi. Polirovka qilamiz, keramika qilamiz, o'sha aksiya. Lekin bunga o'zi kechadan beri men Timur akam azob yeyapti, Timur aka. Azob. Shuncha kley qolib ketgan, u o'zi kabutta mana shu xuddi shunday salafon. Shunaqa salafon urilgan, to'g'rimi? Mana akalar, ko'ryapsiz? Mana kelyaplar. Xullas, tanlovda adashmang, xudo xolasa narxiga ham, sifatiga ham inshaalloh biz kafolat beramiz. Pastda telefon raqamlarimizni qoldirib qo'yaman.